kiyimleri. Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Yaqinqi yillardan buyon bir turkum irodalik, jushqun, izdinish ro'yiga boy yoshlarimiz o'z kasbida bo'sh xarakterlik natijalarni qo'lga keltirib, munosabatlik o'rin va mutaxassislarning yuqori bahosiga erishib kelmoqda. Şinjan Üniversitesi Yumşaq Detal İnstitutu'nun to'liq kurs o'quvchisi O'tkir Erkin ana shunday studentlarimizning biri. Biz bugun O'tkir Erkinning izdinish yo'llari, shundaqla bir qism kompyuter mutaxassislarini bir yerga jam qilib, yoshlar va izdinish ro'yi degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men old bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Üniversitesi Yumşaq Detal İnstitutu'nun sekreteri Farida Tursun. Şinjan Üniversitesi Yumşaq Detal İnstitutu'nun muavin müdiri Profesör Asqar Hamdullah. Şinjan Üniversitesi Yumşaq Detal İnstitutu'nun o'quvchisi O'tkir Erkin. 2013 yıllık Yansın Yumşaq Detal arkalık eglik tiklash müsabakasida ayrim holda 3 yıllık umumi xulasa da bütün Cumhuriyet birinci oldum. Cami 1 milyon 700 adam katılışkan. Nayeti ahmiyeti zor. Cemiyetke ma'lum ihtiyaçlarını qandırgan bunda bir Yumşaq Detal. Yani bunun texnik alaylığı, yoki onun qiymati taqdirda darvaqa bu nayeti cho'ng ahamiyatga ega. Təşkillaş qabiliyyəti nəhayət güclü. Ali məktəb kelgandan keyin 2-ci illiğə chiqqanda bu O'tkir saboqdaşlar bilan bir tədqiqat guruhi qurdi. O'tkir, siz bu yil qancha yoshga kirdingiz? Bu yil 22 yoshga kirdim. Oliy maktabning qanchinchi yilligida o'qiyapsiz? 4-yilda o'qiyapman, yana yarim yildan keyin to'shidi. Undaqda siz o'qish kirishdan burun kompyuter qiziqandingiz yoki o'qish kirib bir mazgil o'tgandan keyin undan keyin kompyuterda o'qishni yoki mushuni taraqqiy qilishni o'ylashib qolganmi? Men 6 yosh vaqtimdan boshlab qiziqqan, ya'ni 96-yilda o vaqtida uyda 286 kompyuter bor. Buning natijasi ham bo'ldi. 10 yosh kirgan vaqtimda Uyg'ur usullari degan tor bekatdan birini qurib chiqdim. Endi bu tor bekat qurgandan keyin ayni vaqtdagi Uyg'urlar ichidagi eng kichik tor bekat quruvchi bo'lish nomiga erishdim. Shunday oliy maktabga imkon berib o'tdim o'z orzuyim bo'yicha. Lekin endi shu ayni vaqtdagi qiziqishim mening shu oliy maktabda mushkasini tanlashga turtki rol o'ynagan. Siz bultur Merkezi İttifak Komiteti şundaqla şu Jungo Köşmü Xabarlash bosh şirkati uyushtirgan shu yangilik yaratish musobaqasida siz birinchilikka erishibsiz. Erishgan natijalar va mukofotlar haqida bir to'xtalib o'tsangiz. Jungo Köşmü Xabarlash bilan İttifak Komiteti birleşib o'tkazgan 2013-yillik Yansın Yumşaq Detal arkalık eglik tiklash musobaqasida ayrim holda 3 yillik umumiy xulasa da bütün Cumhuriyet birinci oldum. Cami 1 milyon 700 adam katılışkan. Bunun sır arkadaki musabakada bunun da 10 adamı tanıdı. 10 adamga en halkılık 10 adam diyen bir şan şarapını bergen. Şu 10 adamın içinde ben buldum. Ben onun içinde birinci olup 13. ayının 5'deki Cumhuriyet Köşmü Xabarlashish yig'iniga taklif qildim. Borgandan keyin u yer xalqaro yig'in ekan. Shu yerda bizningki Jungo Köşmü Xabarlashishningki muavin lideri Jungoning Köşmü Xabarlashish to'g'riga to'kib qo'shquchi degan mukofotni berdi. Mushu Markaziy İttifak Komiteti va Jungo Köşmü Xabarlash şirkati birlikda uyushtirgan mushqitimqi mushu musobaqaninki qiyinlik darajasi yuqori deymi? Ha, buning qiyinchilik darajasi alohida yuqori. Bizni ayaga maydon kirgizmaydi-ku. Ishni yo'chig'il turib qaraymizda. Ben şurada köydümde hem de işgücüm karsam, bular işlegen Yumşaq Detallar nahayet ilgar. Asaslığı bütün raylı gidek oyunçukla köngüle çıkan. Hem de o oyunçukların hemisi 3 yıllık stroluk oyunçuklar. Eğer onu bir adam telefon deyip sizler kösetmese, onun telefonluğunu gumalını sizler. Şu derece işleyi tuttu. Onu görgendeki hem de tunca olan hissiyatım deyip, hem de ben bu işler biraz ekeptim ben Tork'a geçtim. Eğer biz taşkı cihetini seçtirganda, bu mening ulardan nurg'un navrim yetarsiz-da. Chunki uni ko'zni qamashtirgudek emas u. Shuning bilan men o'ylandim. To'xta, buni qaysi shaklda bir tunishtirsam bular, buning ahamiyatini bular tushunmasa, ahamiyati yo'q degan bilib, undan keyin kirdim. Kirgandan keyin
Sözlügəndən keyin əmdi biz müşahid çoğ olub, əmdi Uyğur dilində oxub, keyin xanızlıq ötən bolğandan keyin xanız sözümüz astaraq oldu. Astaraq olğandan keyin 3 minut qaldı degan bir deyimiz var. 3 minut vaqt ver bizga. Shuni to'xtamay ko'tardi. 3 minut qaldı deb. Shunda men dedim, ən ağıdakı taxt ko'targüchi men 3 minut qolganini bildim. Siz onu ko'tarmay turing. Men 5000 kilometr yerdan aeroplan 4 soat kechikdi aeroplan. Men bu yerga kelishim nəhayət tərs toxtadı. Mening maqsadim bu mukofot olish emas. Siz faqat shu başni ko'tarmay tursiz, diqqatim chechilib ketgan dedim. Degankin shundan u xijilib ketmay ko'tarmay dedi. Shunda yoqqa davomlashtirdim so'zimni. Men dedim, sizlar o'yinchiqlarni yasabsizlar, bu nəhayət yaxshi, nəhayət cho'ng. Ko'ngilchilar narsa yasabsizlar. Lekin bizning shu Şinjan'da eng oddiy yontin turib Uyg'urcha xatni normal ko'rish bir masala tahi. Yani torbatni ko'rish bir masala turadi aqolasida. Biz o'yinchiqdan buni yasab akasak, buning nim ahamiyati? Bunun ahamiyati yo'q. Buning ahamiyati dal mushundaq yonfon torbitni normal ko'ra oladigan bir to'rko'gish bo'lmagan bir qavmga, bir millatga hamda mushunda bir narsani aytilish orqali bir tunji qadamni bosish bu yerda. Hamda muhim, shunga buningki besilgan tunji qadam ekanligini tushundirdim. Tushundirgandan keyin ularning yaxshi olqish erishdi. Shunga hamda mening mukofotog'im yo'q desam, birinchi qilib qo'ydi. Shu qitimqi Markaziy ittifoq komiteti va Jongo ko'chma xabarlash bosh shirkati birlikda uyushtirgan. Bayam dedingiz 1 milliondan ortiq kishi. Shunda to'g'ri. Buningga tizim qoldigan mush musobaqaga qatnashgan ashta sharoitda shu sizningki ijod qilgan yumshoq detalning qimmati bo'lg'achqa, to'g'ri. Uning istiqboli bo'lg'achqa, ular buni sizga sovq qildi. Unda bo'lsa, balkim quruq qo'l qaytmagansiz. Mukofot so'misi qancha bo'ldi? Mukofot so'misi 240 ming bo'ldi. 240 ming so'mli mukofot bo'ldi. To'g'ri. Undan keyin yana davomli turda hamkorlik to'g'risida deyishdik. Endi buni amaliy ahvolni shu biz Uyg'ur yumtal to'rko'gichining 3 chiqqan vaqtida endi amaliy ahvolni shu vaqtda bilalaydi. Endi qolgan narsalar, ba'zi narsalar so'rnoqbetligi buni oshkorlash qilmaydi. Mush qitimqi musobaqada siz birinchi bo'lgan mushu yumshoq detalning amaliy turmushda qo'llanilishi qanday? Mushni bir tushuntirib o'tamsiz. Bo'ldi. Men ishlagan yumshoq detalningki qo'llanilishi naytgani asos qilib yonfon qartilgan bo'lib, buningda asosliq Android sistemli yonfonlar, aqliy yonfonlar ko'rsatdi. Buningda ayniqsa Google shirkati 4.0 dan boshlab Uyg'urcha qo'llashni ishga oshirdi, lekin 4.0 dan tuanda Uyg'urcha chiqmaydi. Ya'ni katakcha yoki bo'lmasa asli Uyg'urcha harfni o'qig'isiz holat chiqdi. Hamda bu odatiy yonfon orqali torbekat ko'rish bundan taraqqiyotning yuzini endi shunday bo'lgankin yonfon turib torbekatlarni normal ko'rib bo'lmasa bu endi asonlik millatlarningki yonfon tor sohasi yenlam Jungo tor sohasining bir qismi bo'lganligi uchun ma'lum darajada Jungoningki tor sohasidagi taraqqiyotda ikki bo'linma holatga kelib qo'ydi. Ma'lum bir bo'linma holatga taraqqiyot ketaverdi, ma'lum bir bo'linma holatga qolib qoladi. Endi mushundaq tarixni oziltish va istikrak yetish uchun chuqur bizda yonfondagi torbekatlarni normal ko'rib bo'lgan to'rko'gishimiz kerak. Odat kompyuterda olsak, kompyuterimiz Uyg'urcha xat nusxasi bo'lmasa normal chiqadi Uyg'ur torbekatlar. Agar mush texnikani qo'llangan bo'lsa, lekin yonfon bo'lsa, kompyuter ishlatgan texnikani ishlasimi yana normal chiqmaydi. Shunday bo'lganligi uchun buning yana alohida boshqa texnikalar kezida. Endi bu masala hozir hal qilayotganlar bor, lekin ular qanday hal qilsangiz, sistemni qaytadan mensiz urush, ya'ni rotlash deb qo'yamiz, rot huquqini evilish qatorli usullar bilan hal qiladi. Lekin bu yonfonning o'ziga nihoyat nachar, chunki mush huquqni evatgandan keyin yonfonningki ishlab chiqaruvchi taraf buningga ega bo'lmaydi bu yonfonga. Shunday bo'lganligi uchun Uyg'urchani tushunish uchun yonfonningki mush bir taraf qilgan boshqa asarlarda masala chiqsa, uni ustiga olmaslik degan bir ishni tanglashtirgan vaqtda Uyg'urchani ko'rish uchun ma'nodan istifa berish deydigan bir tanlash qo'yilib qoldi. Mush tanlashni majbur ashuni tanlagansa, agar bo'ldi mayli desa, uning vaqtida rotash orqali amalga oshirish bo'ldi. Lekin buning qiyin xatarni aytijak iste'molchilarga nisbatan bu o'zining huquq manfaatini vaqti kelganda qo'g'day olmay qoldi. Endi shu mush masalalarni hal qilish uchun yonfonda Uyg'urcha normal ko'z tutish uchun mushni qildik. Endi bu taraqqisa yonfondagi tor adabiyoti, yonfonda turib qildigan so'z sanoat, yonfonda turib qildigan tor bankisi qatorliqlarning Uyg'urchasiga asos yaratdi. Misli nurg'un kishilarning qo'lida aqliy iqtidorli yonfon bor. To'g'ri. Lekin endi to'rga chiqay desa,
qarasa Uyg'urcha sistem bo'lmagandan keyin iliq tushungusiz xat chiqdi buningda. Demak, mush qiyin masalani hal qildingiz. Shunda to'g'ri. Bundan keyin mayli qaysi marketing telefon bo'lsin, Android sistemasi bo'lsa, buni normal chiqdi. Ham 4.0 hal qilindi dedik. 4.0 hal qilinganimizda u qo'lda yozgandek chiqdi. Nihoyat sat. Lekin biznikida matbuotning yizig'i bo'yicha chiqdi. Bu intayin rahat, hamda ona tilining rahatini suralaydi. Endi shu yumshoq detalninki tadqiqoti yoki buning yuzlanishi intayin tez sur'atda taraqqiy qilyotdi. Endi mayli xalqaro bo'lsin, davlat ichida yumshoq detal tadqiqotida qanday natijalar, qanday yuzlanishlar borliq kelyapti deb qaraysiz? Ular o'ylasizni o'ylashning ojizi. Yiziqni qanday bir taraf qilish deganni o'ylashning ojizi qolmadi. Qolmaganlik uchun ular endi diqqatini texmo ilgari yalak suribdi. Masalan, yonfon turib hisobot qilish. Bundan keyin butun narsani yonfonni ko'chirmoqchi, shuni taraqqini qo'yadi. Endi bu yerda asosli qilib, masalan, ko'ngil achish, o'yin, bo'lmasa masalan, hatto yonfon turib karaoke aytish. Bu masalan, yonfonni televizor chapgandan keyin bu yonfonniki orqali karaoke qilindi. Demak, siz shu karaoke ham bağımsızın buldu degan gap. Yonfonningizni karaoke'ga aylantirildi. Shunday narsani ishlatishda buniki unumli yaxshi ishtiqmayapti. Lekin biz unda ishni qilaylik desak, ammo desa shu yiziqmi normal chiqmasa, bu ishlarni qilib bo'lmaydi. Shuning uchun biz shuni qashirishimiz kerak. Yana bir shu to'rga kirishning birinchi eg'izi to'r ko'gish. Lekin u birdan bir eg'iz emas. Shu eg'iz bo'lmasa, biz u yerga kirolmaymiz. Shuning uchun shu eg'izni barpo qilmasak bo'lmaydi. Ham ularda unda eg'iz olib bo'lganlik uchun hozir taraqqiy qilib, olib pul muomalini bir taraf qilishga o'tib bo'ldi. Endi Asqar ma'lum, yuqorida shu sizlarning institutdagi o'quvchi O'tkir Erkinninki ko'zni qamashtirgudek natijalardan anglab suyundik. Endi siz bir mutaxassis bo'lish suhbatingiz bilan O'tkir Erkinning bu qitimqi mushu natijasining tadqiqot qimmati va ilmiy qimmati haqida bir diagnoz qo'yib bersangiz. O'tkirning qo'l keltirgan bu natijasidan biz nihoyatda xursand bo'ldik. Bizning o'quvchilarimiz nihoyatda xush bo'ldi ham bundan ilhom oldi. O'tkirning hamda ishlagan bu yumshoq detali nihoyatda ishlatishchan ham nihoyatda ahamiyati zo'r. Jamiyatga ma'lum ehtiyojlarni qondirgan bunda bir yumshoq detal. Yani bunun texnik alaylığı, yani bunun kıymeti taqtıda darvaqa bu nihayeti çok adetler ega. Yani bunu ben yeni bir resim teklifim kirdi. Yani bu O'tkirning bunda çok neticeye erişti mi? Qandaqda onun işlegen bu yumshoq detalli arqılıqla erişmegen. Bunun erişkini bu yumshoq detal arqılık bu özünün mushundaq iyilik tiklash ruhini, hamkorlik ruhini, jafoga chidash ro'yini, izlash ro'yining mo'lligini shu mutaxassislarga bildirgan. Bu mukofotning ismi amaliyotda iyilik tiklash mukofoti. Shunga bu natijadan biz nihoyatda suyundik. Endi Farida xonim, sizlarning shu yumshoq detal institutida qanchalik o'quvchi bor? Bizning institutimiz 563 o'quvchi bor. Odatda sinfda olsun, o'rganish ahvoli shu O'tkirninki. Institutdagi ahvoli qanday? O'tkir bizning Şinjan Üniversiteti Yumshoq detal institutimizning yumshoq detal qurilish kasbiga 2009 yil qabul qilinib kelgan. U oliy maktab kelgandan keyin intayin tirishchanlik bilan, aktivlik, tashabbuskorlik bilan tirishib o'qidi. Ham a'lo natija erishdi. O'zimi aktivchanligi kuchli. Shu institutdagi faoliyatlarga aktivchanlik bilan qatnashadi. Andan keyin O'tkirning yana bir alayligi shu tashkillash qobiliyati kuchli. Oliy maktab kelgandan keyin 2-yilga chiqqanda bu O'tkir saboqdoshlar bilan bir tadqiqot guruhi qurdi. Ham iltimos qilib bağlaştı ötdi. Şunun bilan bizning institutimizningki yangilik yaratish va iyilik tiklash amillashtirish markaziga kirdi. Bu markazda bizning maktabning ta'minlab bergan sharoitidan to'liq foydalandi. Ondan keyin mushu asosda maktabning ichida jamiyatdagi va mushu shirkatlardan nurg'un turlarni ilib ishildi. Ham natijalarga erishdi. Menimcha O'tkirninki shu natijalarga erishi bilan zo'r munosabatli deb qarayman. Undan keyin O'tkirning yana bir alayligi nima deganda bizning bu kasbimizga cho'nqur suydi. Shuning bilan tirishib o'gindi.
maktabni o'rinlashtirgan darsdan sirtqi bu yana yangi texnika, yangi bilimlarni o'zligidan izlanib, o'zligidan uyundi. Shuning bilan bugungi kundagi natijaga erishishimi tasodifiylik emas deb qarayman. Endi Asqar muallim, endi o'tkir erkinninki mushu erishgan bir qator muvaffaqiyatlarning orqasida cho'qim shu sizlarning institutdagi bir afzal o'rganish muhiti yoki mushuning ro'yini yo'lab turgan bir o'zgacha o'qituvchilarning bir xil tirishchanlik ro'yi bo'lishi mumkin. Balkim institutmi mushu bolaning bugünkidek natijani qo'lga keltirishiga aktiv ta'sir ko'rsatdimi qanday? Bizning bu Yumshoq detal institutimiz 2003-yilda qurilgan. 2007-yilda mushu Batum rayonida birdan-bir ulgulik Yumshoq detal instituti deb baholangandan keyin bizning taraqqiyotimiz nihoyat zo'r bo'ldi. Biz hozir to'liq kurs o'quvchilari bilan magistr aspirant o'quvchilari ikki xillik o'quvchilarni tarbiyalaymiz. Kasbimiz faqat birla. Yumshoq detal qurilishi deymiz, yumshoq detal injenerligi bo'ladi. O'quvchi qabul qilishda Xanzu o'quvchilar bilan milliy o'quvchilar butun mamlakat bo'yicha qabul qilamiz. Har yili har bir sinfda 5-6 dan milliy o'quvchilar bo'ladi. Endi bizniki aqtama shu bolalarniki shu yaxshi yaramli odam bo'lib chiqishida bizmi nojiq ishlarni qildik ham buni amalga oshiryapmiz. Masalan, bizning shu o'qitish programmasi kelsak, bizning o'qitish programmamiz boshqa Xinjiang universitetidagi boshqa fakultetlarga o'xshash emas. Biz 4 yillik o'qish yilidagi darslarni 3 yilga qisqartdik. Ondan keyin eng oxirgi 1 yilimizni o'quvchilarni ishga cho'ng shirkatlarga olib shu yerda uni amaliy ishlar bilan tarbiyalaymiz. O'qituvchilarni elib aytsak, ularga asosiy darslarni bizning Xinjiang universitetining danglik o'qituvchilari berishdan sirt yana biz Batum rayonidan, Ishkirdan danglik shirkatlardagi shu injenerlarni taklif qilib, bularga dars o'tkazamiz. Ham dars o'tishdan ilgirimi o'quvchilar oldidan shu o'qishlarning darsini anglab o'qib, ondan tanlaydi. Ondan yana bir talab o'qituvchilar cho'qim amaliy ish qilish mana tajribasiga ega bo'lish kerak. Chunki bizning talab qilganimizda dars vaqtida cho'qim o'qituvchilar, chunki bizning yumshoq detal bo'lg'achqa cho'qim dars vaqtida programma tuzish kerak. Programmani qandaqdir u burun tayyorlab qilib kelib, uni so'zlab berish emas. Naq maydonda yangi o'y fikrlar bilan shuni tuzib chiqish. Shular bo'lganligi uchun bu o'quvchilarga bo'lgan ta'siri nihoyat yaxshi bo'ladi ekan. Ikkinchi bir jihatdan aytgan vaqtimizda o'quvchilar bizning shu universitetga kirgandan keyin bizning ularga bo'lgan tarbiyamizda bir ideyani ularga singdiramiz. Qanday ideya degan vaqtida o'xshash bir diplom, lekin o'xshamaydigan qobiliyat. Buni qanday tarbiyalaymiz degan vaqtda biz boshqa fakultet yoki boshqa universitetlarda bo'lsa, o'quvchilar darsga kirgandan keyin oldin darslar o'qiydi va faqat bilim egallash. Ondan keyin 4-yilga kelgan vaqtida yoki 5-yilga kelgan vaqtida milliy bolalarga bular o'qishib turish dissertatsiyasi yoki o'qishib turish maqolasi degandeklarni tayyor qilib, shundan keyin ish topilmaydigan ishlar chiqadi. İşte pishni ular 4-yilga kelganda o'ylaydi, yana o'tirib qo'yamiz. Chunki biz buni 1 yillikdan boshlab tarbiyalab, shunday ideyani ularga singdiramiz. Endi o'tkir, endi siz bultur 8-oyda saboqdoshlaringiz bilan qurgan Ala Yumtal shirkati deganimiz bu yerdagi Yumtal so'zi yumshoq detal degan qisqartirilmasi. Yumtal degan bizning marka, biz ilg'oldirgan marka. Biz endi bu shirkatni qurishga kelsak, shirkatni qurishdan burun bizda nurg'un masalalar yo'liqqan. Lekin bu masala o'xshashlab bir shirkat quruvchiga uchraydigan masala. Bu masala bizningki maktabimizda hal bo'lgan. Ya'ni bizning maktabningki muhit jihatda bizga o'rin ta'minlaydi. Suv, tok, boshqa ashla odamlarni ta'minlaydi. Bu shirkatni maktabda qurdinglar? Maktab ichida, 2-qavatda. O'quvchi bolalar bilan. Bizda shirkatning 3 bor. Biz umumiy birisi. Bizningki hamda asosli qilib ko'pchilik sistemlarni tuzash. Yana bir alayligimiz shu yangicha ideyadagi narsalarni hamda xalqqa kirish. Bu bizning vazifamiz. Masalan, birinchi eng oddiysi do'kon boshqarish sistemasi desak, biz Ala Yumtalniki o'zimizning do'kon boshqarish sistemimiz bor. Do'kon boshqarish degan o'zilar bu bor sistem bu, amniyat bor, lekin bizning bu boshqalarga o'xshamaydi. Bizning boshqalarga o'xshamaydigan yerimiz bizning ideyada. Biz ideya orqali program tuzamiz.
Biz baş ideyini birlik keltirib, do'konni qanday qilganda yaxshi boshqarib bo'ldi. Odam boshqarishganda, mol boshqarishganda, ambar boshqarishganda, kirim chiqim buni qanday boshqardi? Shuning hammasini bir yerga yig'inchoqlaymiz. Shuni ifodalab bergan sistem. Hozirgacha mahsulot sifatida To'g'ri. bozorga yuzlangan, tovarga aylangan mahsulotlar bormi? Tovarga aylangan mahsulotlarimiz bor, lekin u hozir kam ko'lam taqatmadi. Shu yaqinda biz sirt qarta do'kon etishni o'ylayapmiz. Sinoq bosqichidadimi hozir? Yo'q, uni ishlatganlar bor. Endi biz ma'ni endi xalqqa umumiylik taqtish uchun buni yana mukammallashtirsak bo'lmaydi. Shuning uchun birisi mukammallashtirish, ikkinchisi vaqt. Bu yerdagi vaqt nayt qiz. Shuning uchun biz faqat shu bundakinki 2 oy ushlashida amini do'kon sifatida do'kon ochib, shu do'kon orqali xalqqa sunishda buni. Endi shu o'tkirga o'xshash, shunda studentlarimizningki egilik tiklash ro'yi haqiqatan alqishlashga tegishli. Undaqda mushlarni qo'llash uchun mayli maktab atallar qanday ishlarni qilish kerak deb qaraysiz? Buning uchun maktablar yoki bizning institutlar bu o'quvchilarning iyilik tiklash uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy jihatlardan bularga yordam qilish kerak. Buning uchun masalan bizning fakultetda nima ishlar bo'ldi degan vaqtda mushlarning iyilik tiklash uchun birinchisi bular 2-yilga chiqqandan boshlab bizning bix turimizda bir turba. Bu turni iltimos qilsa bo'ladi. Biz xarajatimiz bor beradigan. Agar buni erishib birisi o'qishni yaxshi o'qish kerak. Ya'ni birisi turni yaxshi ishlash orqali natija qo'llangandan keyin bizning ikkinchi bir ishimiz shu yangilik yaratish tajribaxonasi yoki xizmatxona kirish fursati bo'ladi. Uchinchisi hozir o'tkazib degandek iyilik tiklash bazasi. Bu uchinchi qadamdagi bir o'rin. Shu yangilik yaratish xizmatxonasida ishlab natija qo'llangandan keyin ondan uchinchi qadamda kiralaydi. Endi bu jarayonda birisi o'qish kerak. Yana birisi shu har xil shu turlar qanish kerak. Bizning bularning kutadigan umidimiz bularning texnik ol qarab minishi. Ondan bular ol qarab magan ekan biz tuvandiki o'quvchilar bular agishib, bizning o'quvchilarimiz bularga talpinish bunda bir kayfiyat shakllanadi. Endi ota-onalar kelsak, ota-onalar ana shu o'quvchilarning mushlar yangilik yaratish ro'yini qo'sh qo'llab quvvatlab bersakan degan umidda. Mayli u xato bo'lsin, mayli g'alaba qilsin, u o'zining qiziqishi bo'yicha tanlagan ekan, cho'qim uning bir harakatlanish kuch bo'ladi. To'g'ri. Shunga u uningda irodani chingiydi. Buni cho'qim qo'llab bersa, qo'llash kerak. Endi o'tkir, endi nurg'un oilalarda otalar bo'lsin, maktabda o'qituvchilar bo'lsin, o'quvchilarning bu ziyoda to'g'ri berilib ketishi yoki kompyuterdagi mashg'ulotidan ansiraydi ekan. Siz mush fursatda mayli maktab otalar qanday ishlarni qilish kerak deb qaraysiz? Endi buningda to'g'ri ishlayotgan vaqtida to'g'rining o'zi bir qurol. Bir qurolni biz qo'shbisiq narsa. Ya'ni pichoq desak, masalan, pichoqda tomoq etib tomoq yelaymiz. Agar asklarni qo'lga u odam o'ldirgan qurol bo'ldi, shunga o'xshash u bir qurol. Endi u qurolni qanday ishlatish odamning o'ziga bog'liq. Lekin endi buni biz ma'lum miqdorda kontrol qila olamiz. Masalan, amaliy turmushimizda qonun orqali kontrol qilganga o'xshash to'g'rimi, to'g'rining o'zgarishli qonuni bor. Shu orqali kontrol bo'ladi. Lekin uningdan sirt masalan, mayli qanday bo'lmasin, davlatimizda shaxsiylarning to'g'ri huquqiga ko'ngil bo'lganlik uchun yana erkazat qo'yayotgan. Shu erkazat qo'yayotganlik sababidan hamda ba'zi o'y xiyollarni hamda mushta bir narsaga chiqarib qo'ysa, buni ko'rganlar balki bundan zararlanish mumkin. Lekin endi bu xil hodisalarni biz kontrol qila olamiz. Masalan, nurg'un yumshoq detallar bor yaxshi. Bular orqali ma'lum shu davlat cheklangan turbaketlarga chiqmaydigan buyruqni bergandan keyin bu yumshoq detallar shu bolaninki shunda to'g'ri chiqmaslik, ya'ni shu kompyuterning shunda to'g'ri chiqmasligini kontrol qiladi. Bu orqali kontrol qilsak bo'ldi, bu bizning o'zimiz o'rganib, o'zimiz bitirib qilgan usullar. Uningdan sir shu davlat o'zi belgilagan aniq nishoni to'g'ri bo'lgan turbaketlarga chiqsa, buningda nafga intayin obdan erishadi. Bir odamninki yetilishida shu oila tarbiyasininki intayin muhimligini his qildim. Endi men o'tkirninki dadisi Erkin Nur apandi bilan xizmatdosh bo'lg'ili 15 yil bo'ldi. Ama kelgan vaqtida bu Erkinkam hamisha kompyuterni chuvib, buning qachilab boshlab yurdi. Keyin o'g'lini ko'rdim. Bu shu 6 yosh vaqtida kompyuterga isilib aslanda yuribdi ekan.
Hem şu ailede hem balların nimli köstüp birişninki üzümü bek mühimke dep qaradım. Ötkürninki bunun deginki her qandaq işninki muşundaq iditlik üz közlegen nişan bo'yicha elib berib şu keng yumshoq detallarni ishlab xalqimizningki Abdunum rayonimizningki taraqqiyot ishlari to'yib qo'yishni umid qilaman. Men o'tganningki apsi bo'lman qiziqish muvaffaqiyat ishigidan kirishdiki oltin oshqa. Mening o'g'lim kichikdan boshlab kompyuter qiziqdi. Men shu qiziqishni asos qilib turib, kompyuter bilan izchil turda tarbiyalash elib bordim. Bolamni qiziqishni amalga oshirish uchun bo'shashmay tirishib, bugünkidek nəhayət yaxşı nəticələrini qo'lga keltirdi. Endi men bir o'qituvchi ham ona bo'lish sifatim bilan ota-onalarning mush bolalarni o'z qiziqish bo'yicha tarbiyalaganda yaxshi natijalarni qo'lga keltirgil bo'lganligini his qildim. Oxirida chin qalbimdan tilakdosh o'zim mush o'qitish jarayonida hozir shuni his qildimki, o'quvchilar orasida hozir rahatparastlik nihoyat og'ir. Endi o'tkunning iqtisodiy ahvolini aytganda, o'tkunning iqtisodiy ahvoli oilasining nihoyat yaxshi. Shundoq bo'lishi qaramay, mening bilishimcha o'tkir 1-yillik o'qish pulini olib to'lagandan boshqa ota-onasi hozirgacha 4 yillik o'qish pulini o'zi ishlab to'ladi. O'sha qattimda 240 ming mukofot olib deganda men nima degan deb chaqchaq qilib, opasidan so'radim. O'tkir o'qish bitish oldida turibdi 240 shundoq aytishga bo'ldiki, o'tkirdak bunday yoshlarimiz oz bo'lsa-mu, ammo u yoshlarimiz ulgu bo'la oladi, yoshlarimiz uchun nurliq chiroq bo'lib, ularga yo'l ochib bera oladi. Endi o'tkir, endi sizning ekran oldidagi qarindoshlarga va studentlarga, yoshlarga deydigan qanday yurak so'zingiz bor? Endi men oxirida deydiganim mayli qaysi kasb bo'lsin, mayli u nechash bo'lsin qat'iy nazar, tabiiyatning hamma kasblarini qo'llashni umid qilaman. Yana birisi bizda yumshoq detal bo'lgan ko'z qarash xato, mukammal emas, putuk. Shunday bo'lganki bununla özünün göz qarşı bo'yicha baho berib bermasligini umid qilaman. Burun tuyoqqa odatlanib qolgan haqsizlikqa kuni verishini, bundaqning haqsizlikning ishtirak tugishini umid qilaman. Studentlarning o'zining balduroq sirtqi jamiyat bilan tunishini, maktab ishdan o'tmay vaqtini jamiyat bilan tunishish, mushta amaliy ishlarni qilib beqishini, o'zini sinab beqishini, o'zining qimmatini ishtirak tep bilishini umid qilaman. Biz bugün istiqbolli yosh o'tkir erkinning natijalari va muvaffaqiyatlaridan so'yindik va huzurlandik. Men oxirida oliy maktab qo'yinida yashayotgan sanoqsiz studentlarning o'tkir erkindan o'ginib, yoshlik bahorini, oltindek chog'larini qadrlashini, fan texnika bilimlari shundaqla mevlar orqali elga nur va issiqlik beg'ishlashini chin qalbimdan umid qilaman. Bugun suhbatimiz mushada qilishdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.